Gapimni to'g'ri tushungan. Mana sizlar qat'iksiz, xonqizdanmi? Ha, sizlarni tanidim. Otingizga rahmat. Mana, qaranglar. Endi mana shu joyiga qog'oz olib qo'ydingiz. Mana bunday qilaylik, qarang. Nimaga baribir tegmayapti mana? Dasichkaga tegmayapti, ko'tarib qo'yapti. Mana qarang, shoshmay turgan akajon, mana nimaga? Bularni tortishayotganlar bor-da. Biz nimaga? Mana. Nimaga bu tegmayapti mana? Mana nima uchun tegmayapti? Biz savol beryapmiz. Adam mixta deysiz hozir. Mana nimaga tegmayapti? Bitta cho'plar ham ko'tarib qo'ying. Hozir bu narsani aka Betikka turibdi-da. bag' beti cho'kib qolyapti. Sal teni to'ldirib solib beringlar deb zakaz qilishadi-da olayotganda. Ha, yo'q, o'shani mana siz Hozir savol beryapsiz. agar mono tegmaydi, hozir siz aytgan darajada u past bosilsa, beti povka buziladi. Shunaqa mana shuni cho'kmasin, sal Mana haqiqatni gapirdingiz. Shuhratjon. Familiyangiz? Azamov. Azam, otangizga rahmat. Haqiqatni gapirgani uchun tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Mavzu qayerga ketyapti? Mavzu akalar. Men jamoatchilik kengashi raisi Asqarov